aziz ustozlar, mehmonlar, assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Avvalambor mana shu kutubxonamizga xush kelibsizlar deymiz. Mana bilasizlar, butun O'zbekistonimiz bo'yicha kitobxonlik haftaligi o'tkazilyapti. Va shu jumladan bizdan Yakkasaroy tuman axborot kutubxona markazimizda ham mana shu haftalik doirasida bir haftadan beri ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda va yoshlar bilan suhbatlar, qolaversa bir qator tadbirlarimiz bo'lib kelmoqda. Shuning bilan bir qatorda bugungi tadbirimiz ham mana shular jumlasidan. Avvalambor ustozlar, xush kelibsizlar, mehmonlarimiz. Mehmonlarni sizlarga hozir tanishtirib o'taman. Muvaffaqiyatli ayol yozuvchilar uyushmasi a'zosi adiba Yulduzxon Nazar. Yunus Rajabiy nomidagi mahalladagi kutubxona mudiri Islomni muqaddam opamiz. Va hamda Yakkasaroy tuman axborot kutubxona markazi direktori Naima opa Shodiyeva. Bilasizlar, bugungi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham katta va shuning bilan bir qatorda kitobxonlikka bo'lgan munosabat mamlakatimizda umuman olganda o'zgacha bir shukuh bilan davom etmoqda. Bunga yaqqolligini misol qilib aytishimiz mumkin. Mana ustozlarimiz ham bilishadi. Yaqinda mana Yosh kitob prezidentimiz tashabbusi bilan Yosh kitobxon tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Bir necha yildan beri, to'g'rimi ustoz? Mana shu tanlovning o'zi ham yoshlarga katta bir motivatsiya berdi va kitobni nima uchun o'qishimiz kerakligi yoki bo'lmasa kitobdan nimalar ola olishimiz haqida oddiygina yoshlardan qanaqadir bir yoshlardan nisbatan motivatsiyani ola olamiz degan umiddamiz. Va umuman olganda sizlarning tasavvuringlarda kitob o'qiganda nima olish mumkin inson? Oddiygina masalan jaydari tilda aytganda, o'quvchi tilda aytganda mana yoshlarimizga yuzlansak, to'g'rimi ustoz? Masalan kitob mutolaasi umuman olganda insonga nima berishi mumkin? Marhamat, agar fikringizlar bo'lsa bemalol bu ochiq muloqot tarzida o'tish kerak, to'g'rimi ustoz? Marhamat. Xotira mustahkamligi. Xotira mustahkamligi. O'ziga fikr chiqazolmaydigan degan odam bo'ladi. Qancha kitob ko'p o'qilganda odam so'zboyligi oshadi va miya kuchayadi. Keyin qancha masalan kitob o'qiganda birontaga gapirganingizda ham esingizda qoladi. Masalan har bir gapingiz dalil isboti bo'ladi. Juda ham yaxshi. Marhamat. Biron bir tarixiy shaxslarning yutuqlari bilan kamchiliklardan o'zimizga yarasha xulosa olamiz. Juda ham yaxshi.